Bugungi video lavhamiz hop Cobalt avtomashinasi Toshkent viloyatidan olib kelishgan obunachilarimizdan. Hop, oldiga mana polni hamma narsalarni yangi original narsalardan qilib yig'ib beramiz. Zapchaslarini, narxlarini bilib video davomida oxiriga qo'yib qo'yaman. Videoda oxirigacha ko'rsalang, xudo xolasa. Narx-navolari, qancha xizmatliklarini ham polностью aytib, podrobniy tushuntirib o'taman. Keyingi videolarimizda xudo xolasa jarayonlarini ham qo'yib boramiz azizlar. Cobalt mashinamizda jarayonlar ketyapti. Mana oldidan ushatib, oldidan bir joydan urilgani uchun ozgina podravniga ta'sir qilib qopti. Shuni yaxshilab tortyapmiz. Hozir oldidan cho'zbilganimizdan keyin yoniga olamiz. Shunaqangi zajimlar bittadan ilib turib yoniga cho'zib yuboramiz. Ichiga nimani solsak, qalin stoykamiz bor. Yoniga ham to'g'ri cho'zilaveradi. Shu turbalarni ham mashinaning razmeriga iloji boricha o'lchab, shu ustunlarni qo'yib chiqilgan. Orqa tarafini Cobaltniki podravnisi nozik bo'lganligi uchun chuloyga ilganmiz. Zanjir kelib mana shu yerda chuloydan o'tkazganmiz. Chuloyning o'rni baquvvat, shu poliga hech qanaqangi ta'sir qilmaydi. Bunaqangi katta strashniy katta kuchla tortmaymiz buni. Ozgina ketib qolgan ekan xolos, o'shansini shu ichkari tomonda ozgina skeletga bo'lib qopti. Mana shu yerda oldin ham bo'lgan ekan, shu yerda varet qilib qo'yilgan ekan shu yerda. Shunisini tortib tekizlab turib, keyin yoniga cho'zib yuboramiz. Bunaqangi katta kuch zaril bo'lmaydi. Keyin mana shu uchida ozgina bor. Bunisiga ham to'g'irlab bersak, filtrlarini qo'yib moslab yuboramiz. Oldidan jinday qattiqroq tegibdi. Shuni tortib chiqarib berdik. Почти что kuzatma ishlarimiz yakunlanib qoldi. Hozir o'sha qo'lida ham ozgina skeletkalari bor edi. Ularni mana shu kusoyini almashtirdik, bu yerdan o'zini to'g'irladik. Podravnigi o'ng tomonga qarab o'tib ketib qolgan edi. Urilganda popereshnisi almashdi. Uni ham skeletka bo'lib ketgan edi. Ularni almashtirib podravnisini joyiga to'g'irladik, qaytardik. Ozgina pastga tushib qolgan ekan. Hozir shu gidravlikada berib, uchini ozgina ko'tarib berilgan. Bu ham bo'ldi menimcha. Hozir bir qator filtrlarni moslab, zazorlarni qo'yib ko'ramiz. Unga qarab kamchiligi bo'lsa, yana bir qator tortish ishlarini davom ettiramiz. Bir qator yig'ib ko'ramiz endi. Faralargacha hamma narsalarni yangi olib kelib berishdi. Filtr duvga qanotlarini moslab berdik. Zazorlari ham o'ta go'zal holatda kelyapti. Sekin bir qator faralarni qo'yib ko'ramiz. Zazorlar. Stoykamiz zazori, qanot eshik zazori, kapot qanotimiz zazori ham mashinaga kelyapti. Tomoni ham cho'tka holatga kelib turishibdi.
litrini kraska qilib olib turib, dugalari bilan keyin oldik. Tayyor holatda litri. Yengil mana shu burchaklarini germetika qilib turib, ishlarni germetika qilib, ikkala tomonini bitta podgotovka qiladigan ishi bor. Birinchi podgotovkalarni qilib, germetikalarni qilib turib, ashitlarni o'zini petnoqli sepib turib, yengil lak sepib qo'yamiz. Lak sepilmagan paka, hozircha bazasini o'zi sepilganicha turibdi. Motori o'zidaligi uchun bag'da sepib olinsa, o'sha tegmaydigan joylariga ham qangi ich-ichlariga polностью yetayapti. Shuning uchun bag'da turganda sepib olinsa yaxshi bo'ladi. Litrimizni ham mana qatirib, hamma boltlarni joy-joyiga qatirdik. Faramiz boltlari, bamfer boltlari hammasi joyiga qatirilgan. Shuruplar, boltlari, polniy program hamma joyini qatirib ko'rdik. Zazorlarida hech qanaqa muammolar qolmadi. Bir qator radiatorlarning endi ichini yog'orsak bo'ldi.
Azizlar, kuzatuvchi ishimiz yakunlandi mana. Bir qator polностью hamma zapchastlarni yig'ib ko'rdik. Bamfirimiz ham zazori o'ta go'zal holatda keldi. Faramizga qanot kapotda zazorlari cho'tki holatga kelib turibdi. Oldida jinday katta kichkinaga o'xshab turibdi, lekin bu ablisovga qo'yilsa kripki bo'lib joyiga chiqib qoladi-da, o'sha qiyshaygan joyi bor. Eshilib qolgan. Ablisovga qo'yilsa, unisi cho'tki bo'lib tekizlanib ketadi. Atak cho'tki holatda keldi. Faramiz zazorlari ham o'ta go'zal holatda kelib turibdi. Mana qanot eshigimiz zazorlari ham zo'r holatda kelgan. Yengil bir qator gruntовkalarni qilib, bamfirimiz ham sveti bilan boshqacha ekan, buni ham tishqab kraskani ko'proq zakaz qilganmiz, sepib qo'yamiz. Boshqa svet ekan. GK2 ga o'xshab ketibdi. Endi mashinamiz yili ancha eski. Shuni hisobi ham bor. Hozirgi chiqayotgan Equinox'larga sepilayotgan svetlardan ekanda bu. Azizlar, kimga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Sifatli, garantiyali qilib aytilgan vaqtga chiqarib berishga harakat qilamiz, aziz do'stlar. Bundan keyingi videolarimizda uchrashguncha deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.